Barchaga salom. Sizlar bilan Dalasi Bozorov YouTube kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan do'stlar Dirimliga 2026 o'yinini yangilaymiz. Xabaringiz bor, Dalasiga yoz yangilanish degan. Undan keyin mana Dalasining fonlari ham o'zgargan. Orqa fon qora va sariq rangga bo'yalgan. Bu esa jahon chempionatining ta'siri katta ehtimol. Va bilasizlar, Dalasi ya'ni kartalar, ya'ni qizil kartalar, Dynamics Stars kabi kartalarni chiqardi. Instagram sahifasi ham bu haqida ma'lumot bergan va u reklama paytida Abduqodir Husonovning kelishi ham aytib o'tilgan. Ochiqchasi aytib o'tilmagan, shunchaki O'zbekiston bayrog'i ko'rinib qolgan. Bu esa albatta Abduqodir kelishidan dalolat, chunki Dalasida bitta o'zbekistonlik futbolchi bor. Hozir Dalasiga klub bo'lmayapti, buning yo'li o'chirib qaytadan tortish kerak. Mana uni bosamiz va hozir Dirimliga sokcer o'yini yozga yangilanishdan keyin qanday bo'lishini ko'rib o'tamiz. Hozir yangilab bo'lgandan keyin qaytaman. Mana Dalasi yangilab bo'ldik. Endi esa yangilanishdan keyin Dalasini tahlil qilib ko'ramiz. Yamirlarga manyalasistoni yo'qdi. Hozir sozlamalarni to'g'irlab olamiz. Mana endi bo'ldi. Versiya 13.3 versiyasi demoqchi Dalasini. Avvalgisi mana 13.1 versiyasi, endi esa bu. Unda Dynamic Stars Collect Special Players Operating Leaves bu aytyaptiki, har bir terma jamoadan bitta futbolchi demoqchi. Bu bilan yangilanishda fan zona, muxlislar zonasi, klan bonuslari va stadionning qandaydir o'zgarishlari bor va xalqaro futbolchilar jahon chempionati bor qo'shilarmish. Shunday yangiliklar orz ko'rib chiqamiz. Transfer ko'k rang bo'libdi. Qiziq, lekin ko'ramiz. Simon 82-81 ga tushibdi. Bu yerda lekin Abduqodir 78 bo'lmabdi. Bir marta shunday bo'ldi do'stlar. Qish yangilanishdan keyin Yamal 86 bo'ldi. O'shanda 85lik menda bor sotib olganimda, mana bu yer recover bo'limida 86ligi paydo bo'ldi. Lekin Abduqodir 78 paydo bo'lmayapti. Hozir yangilanib chiqamiz. Mana fanzona. Mana fanzonani ko'ramiz hozir. Yo'q, mana fanzona. Muxlislar o'sha yoqqa turar ekan, shuni qilib narsa edimi, nimadir bo'lar ekan deymiz. Haqiqiy hayotdagi kabi qo'shilgan. Xo'sh, yana bunday harflar ham o'zgargan. Yaxshilab e'tibor bersangiz qaranglar. Hozir mana sal harflar kattalashgan, hajmi kattalashgan tuyulyapti menga. Yana bir o'zgarish. Yaqinda bilasizlar, Dalasiga qizil kartlar kelyapti. O'sha qizil kartlar qanday olish aytib o'taman. Unga ko'ra Dynamic Stars kartlarga
sezon pass orqali olish mumkin ekan. Mana bu yerdan sezon passni ochib o'sha orqali olish mumkin. Mana shu yoqqa kelsa kerak. Yoki bu yergami. Xullas, qayerga bo'lsa ham qaysidir raqamimiz ustiga kelar ekan, qizil kartalarni sezon pass orqali olish mumkin. Yana ham bilmadim. Balki mana qanday edi? Mana baqa aytganki, demaskarlarning Spical Players orqali, ya'ni Spical agentlar orqali olish ham mumkin ekan. Tushunmadim, to'g'risi bilmadim. Xullas, do'stlar, sizlarga maslahat, tanga va olmoslaringizni yig'ib qo'ying. Kim bilan olmosga legendar agentdan kelish ham mumkin. Hozircha menda 2 ta legendar agent bor, lekin bu kam. Legendar agentdan agent yig'ishdan qiyinroq ish bo'lmasa kerak dilsiga, lekin xullas, gapimni tushungan bo'lsalaring rahmat. Xullas, sizlar bilan Dilsibozor YouTube kanali bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'ling.